Assalomu alaykum, hurmatli Bres. O'zbekiston uchun korxona buxgalteriyasi dasturining 3.0 nashri foydalanuvchilari. Bugungi videoning mavzusi mustaqil ravishda bir S dasturini обновление qilish, ya'ni yangilash. Buning uchun administrativniy menyusidagi internet поддержки servis bo'limiga kiriladi. So'ngra обновление versiya programmi bosiladi. Ochilgan oynaning yuqori qismida обновление programmi giperhavolasini bosamiz va quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada agar обновление qilinishi kerak bo'lsa, o'zi yuqorisi yozib qo'yiladi. Доступно обновление программы. Va pastda ko'rishimiz mumkin. Tekushi versiya konfiguratsiya 38.1 da, новый versiya 39.2 da. So'ngra Daley tugmasi bosiladi va bizga quyidagi oyna chiqadi. Обновление qilinayotgan paytda faqatgina bir dona aktivniy пользователь bo'lishi shart. Boshqa hollarda обновление qilish imkoni yo'q. Yuqorida quyidagi установить обновление прямо сейчас, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri обновление qilish yoki напомнить при завершении работы. Kompyuterni o'chirayotgan paytimizda eslatish tugmalari mavjud. Pastda rezervniy kopiya gipersilkasini bossak, quyidagicha oyna vujudga keladi. Sozdать временную резервную копию, ya'ni vaqtinchalik arxiv olib qo'yish. Qanaqadir katalogga arxiv olib qo'ymoqchi bo'lsak, pastdagi создать резервную копию и сохранить в указанном каталог tugmasi bosiladi. Va katalog qismida qaysi fayliga arxiv olib qo'ymoqchi bo'lsak, o'sha faylni tanlab qo'yishimiz mumkin. Va Daley tugmasini bosamiz. Обновление tugagandan so'ng bizga quyidagicha ma'lumotnoma chiqadi. Bu ma'lumotnomalar ro'yxatiga kirish uchun administrativniy menyusidagi internet поддержки servis bo'limiga kiriladi va описание изменений программы giperhavolasiga bosiladi. Va quyida ma'lumotnomalar ro'yxati bilan tanishib chiqishimiz mumkin.